Samarqandning qoq sentridan, ya'ni Motrid mahallasidan juda tinch mahalla, bilasizlar. Yaxshi qariyb 6 sotiqlik hovli sotuvga chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Do'stlar, juda zo'r hovli, kirib hozir polniy obzorlarni qilib o'tamiz. Narxi ham juda arzon. Tez sotib olish kerak. Bunaqa joydan juda kam chiqadi. Mana ko'chalarni ko'rishingiz mumkin. Ko'chalari asfaltdan tekis, juda tinch joydan do'stlar hovli joylashgan. Mana tashqarisi, tashqi fasadi traventin qilingan. Bu yog'i zeleniy zonalarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yozlar ko'katlar ekib qo'yilgan. O'ziga yarasha mana bog'chasi ham bor do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Ichkarilar bilan bitta obzor qilamiz. Albatta like bosinglar, poddержкада bo'linglar. Uyingizni sotmoqchimisiz yoki shunaqa yaxshi hovli yoki kvartira sizga kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz yordamlashamiz. Yaxshi arzon narxlarda sizlarga topib, albatta harakat qilamiz yaxshilarni chiqarishga. Xo'p, do'stlar, kiramiz. Mana darvozadan kirganda birinchi chap tomonda katta oshxona, keyin letniy oshxona ham bor bu yerda do'stlar. Общий 6 ta, mana bu letniy oshxona bilan hisoblaganda 6 ta xonasi bor. Do'stlar, polностью ko'rsatamiz. Oshxonani bitta ko'rsatamiz, operator yaxshiroq ko'rsatamiz. Bu yerda hozir yashatdilar. Bobomiz bilan onamiz bu yerda yashatdilar. Bitta ko'rsatamiz. Yevro remontlar bo'lgan. Mana shkoflar, mana bu yerda umuvальniklar. Xullas, barcha sharoitlari mavjud. Bu yerda prosta bitta shunday ko'rsatamiz. Bu yerda ham juda remontlari yevropeyskiy qilingan, aboylar qilingan, patologlarni ko'ryapsizlar. Juda chiroyli fasonlar qilingan. Katta joy, mana bu yerda qanday bu yerda stolovoy sifatida kiradi bu yerda. Ovqatlanish joyi, ko'ryapsizlar, juda katta. Bu yerda mana nimamiz, gaz plita, bu yerda xolodilnik. Xo'p, bu yerga o'tamiz. Bu yerda letniy kuxnyamiz bu yerda joylashgan. Do'stlar, bu yerdan podvalga ketadigan lestnitsa joyi. Mana bu yerda narsalar yotibdi. Do'stlar, bu yerni yaxshigina remont qilib olsangiz bo'ladi. Xo'p. Ne, d'accord. Xo'p, bu tomonlarga o'tamiz. Bu yerda hammom. Do'stlar, hammom bu yerda joylashgan. Hozir svet nimalar bo'lsa, yoqib ko'rsatamiz. Do'stlar, Ariston. Va bu yerda hammom. O'zingiz kafel qilib, choyli qilib, sharoitlarni qilib olsangiz bo'ladi. Где-то 2 ga 2 razmerda chiqadi. Chiqamiz bu yerdan do'stlar. Bu yerda polimiz, brushatkalar terilgan, tayyor holatda. Mana bu yerda darvoza xonamiz ham ko'ryapsizlar. Ozgina remont talab bo'lgan, bitta emulsiya prosta qilsangiz ham o'ziga yarasha vid beradi. Ko'rishingiz mumkin. Zeleniy zonalari. Endi xonalarga o'tamiz. Mana kiramiz, kirayotganda katta zal do'stlar. Kamida yo 8 yo 9 ga 4 razmerda adashmasam, ko'rishingiz mumkin, katta zal. Prosta emulsiya qilingan, remonti mana sredincha emulsiya qilingan, patologimiz prosta fanerdan qilingan ekan. Xo'p, to'g'riga kiramiz. Bu yerda ham katta spalnik desak ham bo'ladi. Do'stlar, kim xohlasa nimadir qiladi. Bu ham где-то bir 6 ga 3,5 razmerda adashmasam. Primerni aytyapman, endi o'lchaganimiz yo'q. Mana bu xonamiz где-то 5 ga 3,5 razmerda. Bu yer ham remontlari oddiy bo'lgan, oddiy emulsiya qilingan, kraska qilingan. Shunaqa do'stlar. Xo'p, bu yerda общий mana bu letniy kuxnya bilan 6 ta bo'lyapti. Dokumentida do'stlar 6 sotiq yozilgan, lekin 6 sotiq chiqmaydi. 5 dan sal ko'proq chiqishi mumkin sotiq bo'yicha. Narxini $80,000 deyaptilar. Ya'ni kelishiladi. Albatta pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Kelishtirib, yana arzon narxlarda olib beramiz sizlarga. Bu yerda gaz, svet, suv umuman muammosi yo'q. Dokumentlari, hamma dokumentlari bo'lgan, tayyor holatda.